Yaxshimisizlar? Instagramda mana qilib postga musiqa joylashda ko'pincha bugun shuni o'rgatamiz. Birinchi o'rinda bizga primer kerak bo'ladi. Kirib turib qidirishga Note Open deb qidiramiz. Birinchi chiqqan programmani yuklab olib ichiga kiramiz. Kirganingizdan keyin sizlardan ruxsat so'raydi. Hammasiga ruxsat berib turib kiramiz programmaga. Mana yerda show the full list degan joy bor, shu yerga yozamiz. Yozganimizdan keyin qidiramiz Instagram deb. Shuni yoqib qo'yamiz. Orqaga qaytamiz. Keyin connect weapon degan joy bor. Mana shuni bir yozamiz. Reklama tugagandan keyin weapon yonadi. Shuni yaxshi bo'lib keyin chiqib turib Instagramni bir marta o'chiramiz. Instagramga qaytib kirganimizdan keyin post joylashga kiramiz. Xohlagan o'zingizga yoqqan rasmni tanlaysizlar. O'zingizga mos qilib. Audio degan joyda yozamiz. Sog'langan musiqa, xohlagan musiqalar qo'yasizlar. Ey brat, Yezbiyat universiteti mani vaqt bermaydi xudo xolasi. O'zi go'zal Men profiga qo'yayotgan. Tanlaydi yozamiz. Ezganimizdan keyin tagiga xohlagan narsalarni yozasizlar. Добавить место degan joyga video berdi. Yoki Andijon. Xohlaganlar qo'yasizlar. Keyin podelitsiya degan tugmani yozamiz. Keyin post qo'yiladi. Insta o'ziga obuna bo'lish esinglardan chiqmasin. Mana musiqasidan chiqdi. Foydali yo'llar o'tkazib olmanglar.